Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Biz doimiy mijozlarimizdan bo'lgan issiqxonalarga tashrif buyurganmiz. Aytaylik, sizni issiqxonangiz bor, hamma narsa shart-sharoitlar bor, ozuqa berish bor, sug'orish bor, parvarish bor, lekin natija yo'q. Sababi nimaga? Quyoshni noto'g'ri boshqarganligidan bo'ladi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, quyosh foydali-yu, quyosh foydasi beradi-yu. To'g'ri, foydali, lekin me'yordan oshib ketsa zarar hisoblanadi. Masalan, atirgulga keladigan bo'lsa, atirgulli baylari kuyishi bor, ranglari o'zgarib ketib qolishi bor va hokazo. Menimcha buni atirgulchilar juda ham ko'p bilsa kerak. Atirgulga o'zi ko'proq soya kerak bo'ladi. O'shaning uchun mana shu mijozimiz mana shunaqa muammoga duch kelmasliklari uchun bizdan, ya'ni Ali Barakadan Xitoyda ishlab chiqarilgan yashil soy setkadan 75% soy setkadan foydalanganlar haqiqatdan mana natijasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Egalari aytdilarki, aka dedilar, kelishinglardan oldin men bitta temperatura qo'ymoqchi edim. O'shandan keyin olsanglarchi dedilar. Men aytdim, nimaga? Yo'q, shundan uramiz deb aytdim. Mayli, kelavering, bitta narsani o'zingiz sezarsiz dedilar. Tashqaridan ichkariga kiryapman, mana shu tanam sezilarli darajada shunaqangi salqinlik berilyapti. Nimaga? Mana masalan, atirgullardan salqinlik chiqib turibdi. Quyoshdan haqiqatan salqinlik beryapti. Hamma joy ochiq joy. Bu yoqqa почти axlajeni kerak emas. Axlajenasiz o'sha ana premium sifatdagi atirgullar yetishtirsa bo'ladi. Ya'ni mana hamma joy ochiq joy, haqiqatan zo'r. Men hech bunaqa salqinlikni ko'rmaganman bunaqa ochiq joyda. Ham egalari aytayotdilar, obedda qoq markaziga chiqqanda xuddi shunaqa atmosfera bo'lib turadi deb aytayotdilar. Va sizlarga ham biz tavsiya berib qolamiz. Haqiqatan men ko'rib maza qildim. Sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. O'sha atirgulchilar yetishtiradigan dehqon akalarimiz diqqatiga. Sizlar ham mana shunaqangi o'xshagan sifatli yashil soy setkadan foydalanishingizni tavsiya berib qolamiz. O'zi pomidorlarga menimcha 75% ko'p bo'lsa kerak. Bizani kuzatayotgan obunachilarimiz, siz pomidor yetishtirasizmi, bodringmi, siz nima yetishtirasiz, siz issiqxonangizda nima bor? O'shani kommentariyaga yozib keting, o'zingizni izohingizni yozib keting. Menimcha pomidorlarga, bodringlarga 55% soy setkadan foydalanishni tavsiya berib qolamiz, chunki pomidorlarga quyosh ko'proq kerak bo'ladi. Agar gapim to'g'ri bo'layotgan bo'lsa, o'zingiz izohinglarni bitta yozib ketinglar. Qolganlarga manfaatli video bo'ladi. Sizlarga ham mana shunaqangi soy setkalar, mana shunaqangi atmosfera, soya kerak bo'lsa, mana shu yashil soy setkadan foydalanishlarini tavsiya berib qolamiz va arzon narxlarda qilib beramiz. Bizlar bilan bog'lanish uchun har doimdek pastdagi raqamga murojaat qilsanglar, bizning menejerlarimiz to'liq ma'lumot, arzon narxlarni aytib o'tishadi va bu videoni mana shunaqangi o'xshagan issiqxonasi bor akalar, yer maydoni bilan shug'ullangan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. Va videoga like, o'zingizlarning izohinglarni yozib ketish esdan chiqmasin. Ali Baraka, barakali hosilingiz manbai.